Bildik, kommentariyada beda priz, somon priz, nima priz bo'lsa sotib yotibsizlar. O'sha prizni nimadan toshishni bilmayapsizlarmi? Men sizlarga yozib shunaqa mashina ko'rsataman. Mana yozgi kunida bunaqa ochiqligini toshsangiz ko'proq sig'adi. Qishki kunida ho'l bo'lmasin desangiz, bunaqa tentovkasini toshsangiz bemalol bo'ladi. Bu qaysi mashina deyotgan bo'lsangiz, albatta videoda oxirigacha ko'rib turing. Narxlarini ham borki, 17 million skidkagacha tushirib qo'yganmiz. Assalomu alaykum China Motors muxlislari. Ko'rganingizdek, biz Jack X200 mashinasini qisqacha obzoriga kelganmiz. Hozir biz bilasizlar, eng havo salqin, mo'tadil bo'lgan joy Andijon Cityda turibmiz. Hop, mashinalarimiz turishini qarang, yarashib turibdi shunaqa qurilishlarga borki, qurilish firmangiz bo'lsa ham shunaqa mashinalar bosib olsangiz bo'laveradi, zakoniy xizmatingizni qiladi. Undan tashqari aytganimizdek, siz somon priz toshimoqchimisiz, beda priz toshimoqchimisiz? Endi bu ishingizni qilib yuboraveradi borku, xolos orqasiga 14 tag'iz yuklab bemalol toshib yuborsangiz ham bo'laveradi. Undan tashqari mashinalarimizni hozirgi kunda 17 million so'm skidkaga tushgan xabarlarim bo'lsa, endi bu mashinalarimizni juda ko'pchilik ma'lumotlarni biladi, lekin narxidan shunaqa yangilik o'chib olmaslik uchun bitta podpiska bosib qo'ysalar, albatta katta skidkalar bo'lyapti. Undan tashqari nasiya savdo deysizmi, xohlagan turingizgacha chiqarib beryapmiz. Hop, mashinamizning qisqacha ma'lumotlari, motorlari 2 atmosferniy bo'ladi. Bunga siz bemalol metan ham, propan ham sinfga qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz kelsangiz, o'zimiz servislar bor, garantiya qilib qo'yib berishadi. Hop, shopirga 3 kishilik, 3 kishi sig'adi. Shopir bilan konditsioner, bundan tashqari ABSlari, hamma yo'llari cho'tki ishlaydi. Eng zo'rini aytaymi, buni o'sha BPR bilan haydaverasiz. Undan tashqari mana hozir yo'llarda tarozi ko'payib qolyapti. Tarozida 2 tonna yuk bilan bemalol chiqaverasiz. Endi borki buni ma'lumotlarini juda ko'pchilik biladi. Shuning uchun qisqa aytib ketyapman. Ichini mana bitta ko'rsatadigan bo'lsangiz, ichi ham juda shinamgina, maza qilib haydaydigan 5 talik korobkalari, konditsionerlari, hamma yo'llari chiroyli qilib qo'yilgan. Orqa aytganimizdek 2 tonna ko'taradi, qo'sh balonda. Mana borti 310 ga 165. Buni xohlasangiz shassiy varianti ham bor. Yo, menga xolodilnik qilib ber deydiganlar ham juda ko'payapti, chunki bag'i marojna sezon, yoz yaqinlashyapti, sezon yaqinlashyapti. Shunaqalar uchun xolodilnik variantini ham qilib beramiz. O'zimizni servislarda qilib beriladi. Juda chiroyli narxlarda, garantiyadan chiqmagan holatda. Buning uchun pastdagi nomerlarga aloqa qilsanglar, buni ham narxlarini bitta gaplashib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p, aytganimizdek, bularga 17 million skidka beryapsan ekan. Bularning o'zi narxi qancha edi, narxi necha pul bo'lib qoldi deganlar uchun mana bortovoylari 248 million sotilgan. Hozir 31-yanvargacha telefon qilsalaring, 231 million so'mdan qilib beramiz. Mabodo meni pulim fevral 10-sida, 15-sida bo'ladi desangiz, boshlang'ich shu emas 30% to'lab qo'ysangiz, mana shu skidka narxda sizga mashinani ushlab berib turamiz. Albatta, buning uchun shartnoma qilib 30% to'lov qildirib berish kerak. Batafsil ma'lumot o'sha pastda. Mana bu tentovka varianti. Tentovka variantini ham juda ko'pchilik biladi. Eng yaxshi tentorlar. Ishda ham qatib qolmaydi, sinib ketmaydi. O'sha o'zi rollari nimalari bor. Bu ham juda chiroyli qilib ishlangan. Albatta, hammasiga telefon qilsanglar ham o'zimizning menejerlar nimalar javob beradi. Bundan tashqari yana nima aytaymi? Buni ham narxi 17 million skidga tushgan bitta bu bas. Buni narxi 255 million bo'lsa, hozirgi kunda 238 millionga xarid qilsangiz bo'ladi. Yana bo'tkaligi bor. Quruq narsalar tashiymansiz, u xolodilnik hisoblanmaydi, izotermik. Ular 275 millionda 258 millionga tushgan. Shassini o'zini olaman sizdan 227 millionga qilib beramiz. Hamma turidan bor. Nalichida juda ko'p. Kачество va sifat bo'yicha hozirgi kunda birinchi o'rinda turibdi O'zbekiston bo'yicha. Albatta, uning uchun pastdagi nomerga telefon qilib, tez mashinani xarid qilinglar, sezon boshlanyapti.